Mana bugun mashhur MMA jangchisi ustasi Bobur aka Abdulaziz xonadonlariga kelganmiz. Xudo xolasa darvozani 20-25 ga oralig'ida qo'yib ketamiz. Ideal qilib o'zlaring ko'rib bir like bosib, kommentariy yozib, pardishka qilib qo'llab turasizlar. Aka darvozani 25 kundan keyin olib kelamiz. Xudo xolasa o'zingiz ko'rib bahosini berasiz. Rahmat kelganlar uchun. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Emin ukam ketdi Namangandan. Rahmat. Shuncha kilometr uzoqdan kelib, bu eski taqib qurolni almashtirib, cho'tkiroq qo'yib beraman dedi. Yaxshi rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa qurolni yangisini ham qo'yib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Akamizni ham qo'llab pardishka qilib turasizlar. Sentyabrda janglar ekan, xudo xolasa yorug' yuz bilan g'alaba bilan qaytsinlar. Omad aka. Kamar do'z qilib beradi, temir kamar, bilmayman. Temir ot qilasiz, barsiz. Xudo xolasa. Kamar do'z yasab berasiz, taqib yurmayguncha. Xudo xolasa, demak yana so'z yo'q. Hadi shunday. Like bosib qo'llab turasizlar.